Assalomu alaykum. Davlat kadastrlar palatasi uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish bo'limi tomonidan 2025-yil davomida birinchi navbatda palataning barcha bo'limlarining nizomlari qayta ko'rib chiqilib, qonun hujjatlariga moslashtirilgan holda yangi tahriri qabul qilindi. Bo'lim tomonidan palataning boshqa bo'limlari bilan birgalikda asosan 6 ta nizom va uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqildi va tasdiqlandi va joriy etildi. Bular ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha bosh ro'yxatdan o'tkazuvchi va ro'yxatdan o'tkazuvchi lavozimlarga tanlov o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazuvchilarni reyestrini shakllantirish va yuritish bo'yicha yo'riqnoma. Kadastr pasportini rasmiylashtirishda bino va inshootlar davlat kadastr bo'limi boshliqlarini, tuman shahar filial rahbarlarini va bosh muhandislarni reytingini aniqlash bo'yicha uslubiy qo'llanma ishlab chiqildi. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga doir uslubiy ko'rsatmalarni yangi tahriri ishlab chiqildi va jurnal ko'rinishida chop etilib, ro'yxatdan o'tkazuvchilarga tarqatildi. Notarial palata bilan hamkorlikda respublikadagi barcha notariuslar ishtirokida Zoom orqali yig'ilish o'tkazilib, uslubiy ko'rsatma va tushunchalar berildi. Natijada ko'chmas mulk obyekti bo'yicha notarial tartibda amalga oshirilgan bitimlarga asosan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun murojaatlarni rad etish holatlari bartaraf etildi. Ko'chmas mulk kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, unga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasida 5 ta hukumat qarorlari bo'yicha qo'shimcha o'zgartirishlar kiritishda ishtirok etildi. Xodimlar uchun 4 ta O'zbekiston Respublikasi qonunlarida ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan tartibotlar haqidagi moddalar to'plamlari yaratildi va palataning rasmiy saytiga joylashtirildi. Kelgusi rejalarga o'tadigan bo'lsak, bo'lim tomonidan ishlab chiqilgan ko'chmas mulkni texnik inventarizatsiyadan hamda tavsiflarini tekshirishni tayinlash tartib loyihasini tasdiqlatish, maxfiylik rejimiga ega bo'lgan ko'chmas mulk obyektlariga kadastr hujjatlarini shakllantirish, o'zgartirish, kiritish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni ishlab chiqish va tasdiqlash. Yangi qabul qilingan qonun hujjatlariga asosan ro'yxatdan o'tkazuvchilar uchun uslubiy ko'rsatmalarga tegishli qo'shimchalar kiritish. Kadastr sohasida sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha takliflarni hayotga joriy etish. Barcha tizim xodimlarini kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman, sihat salomatlik tilayman.